Bu inson Samarqandni 3 marta zabt etdi va 3 marta yo'qotdi. Otasi vafot etganda atigi 12 yosh bo'lgan va shu yoshda taxtga o'tirgan. 15 yoshda Samarqandni zabt etgan va bir necha oydan keyin qo'ldan boy bergan. Yana oldi, yana yo'qotdi. 3-marta harakat qilganda ham zabt etdi. Lekin qisqa muddatda yana boy berdi. Bu inson Zahiriddin Muhammad Bobur edi. Ana endi eng qiziq joyi. Juda ham ko'p podshohlar, hukmronlar, sohibqironlar tarixni o'zlariga moslab yozdirishgan. Bobur esa hammasini o'z qo'li bilan yozdi. Yutug'ini ham, xatosini ham, mag'lubiyatini ham, zaifligini ham, har bitta hayotida olgan saboqlarini o'z qo'llari bilan yozib ketdi. Boburnoma ana shunday memuar asar. Ya'ni bu asarda Bobur o'z hayotini, hisobotini yuritgan. Bu shunchaki xotira daftari emas. Bu insonni o'zini aldamasligi. Va natijada hamma narsani yo'qotgan odam Hindistonga bordi va yangi Boburiylar imperiyasiga asos soldi. Bu tarixdan oladigan xulosamiz, Bobur o'zini 12 yoshdan boshlab kichkinagina Samarqand uchun kurashdi, mag'lub bo'ldi, kurashdi va eng asosiysi harakatda davom etdi. Va Alloh uni katta Boburiylar saltanati, imperiyasi bilan mukofotladi. Kichkina mag'lubiyatlarga taslim bo'lib qolish kerak emas. Harakatda davom etish kerak va albatta eng katta xayrli natijani Allohdan so'rashimiz kerak.